farzandsizlik jazo ekan. Nima sababdan buni deyapman? Bilamiz, farzand ham sinov bo'lib keladi, to'g'rimi? Farzandsizlik. Lekin ba'zi holatlarda jazo kelishi ham mumkin ekan. Bu qanday? Bir kun bitta opa yonimga keldi. Ya'ni bizda natijalar bor, farzandsizlik bo'yicha va farqga yetilmasligi, foiz kamligi, to'g'rimi? Lekin o'zi har xil holatlar bo'lishi mumkin. Shu bo'yicha gaplashib qoldik. U opani bir tanishi, bir bola tanishi bor ekan. 6 yil, 7 yil atrofida to'y bo'lgan, lekin haligacha farzand ko'rmagan. Yani bormagan joyi qolmagan. Mana degan doktorlarga ham borgan, lekin haligacha natija bo'lmagan ekan. Boradi, ko'rinadi, yaxshi deydi, lekin farzand yo'q. Keyin gaplashib qoldik o'sha holat bo'yicha. Keyin istoriyasi qanaqa deyapsiz o'zi? Holati o'zi qanaqa? Lekin bitta ayb ish qilgan dedi. Ya'ni qanaqa ayb? Shu holat bo'yicha yaxshi eshitib olinglar. Bu o'ta jiddiy masala. Keyin sizlarga jazo sifatida qo'llanib qolish ehtimoli ham bor. Yana qanaqa? U bola oldin bir qiz bilan gaplashgan, oldin munosabatlar bo'lgan, yana bir-birini yoqtirish masalasida. Keyin ozgina vaqtdan so'ng qiz bandon bo'lgan. Keyin bola olmagan. U qizni olmagan. Shundan so'ng lekin ichki holatda ikkalasi bir-biriga yopib bo'lgan. Ya'ni ikkita oilaning nisbatan yopib bo'lib ketgan, ovoz bo'lib ketmagan bu narsa. Keyin oradan vaqt o'tdi. Qiz turmush qurib ketgan. Bola lekin olmagan. Boshqasi uylanib ketdi va mana necha yil bo'ldiki, haligacha farzand ko'rmagan. O'sha holatlarda yaqinlari aytishgan bolaga, qizni rozi qil, uylan, agar uylanmayapsizmi, bu endi qiz turmush qurayotgan vaqtlarda ham hech bo'lmasa bu endi har xil xarajatlarni qoplaydir, hech bo'lmaganda omading degan. Ya'ni qizni rozi qil deyapti. O'sha holatda bu bola ko'rmagan, qizimga nima qilaman xarajat qilib deb. Ya'ni har xil holatlar bo'lganda, ya'ni qiz olmagan va bu joyda nima bo'ldi? Norozilik bo'ldi, ham bu endi Alloh yoqmagan ish bo'ldi. Va bola o'zi to'y bo'ldi, turmush qurdi va necha yil bo'ldiki, haligacha farzand yo'q. Ko'ryapsizmi? Birgina o'sha harakatlar tufayli haligacha farzand ko'rmagan. Shuning uchun bolalar, keyingi holatlarga e'tibor beringlar, ya'ni keyingi hozirgi qilayotgan harakatinglar ertangi o'zingizlarga jazo sifatida qo'llanib qolmasligi uchun. Ya'ni hozir haqida e'tibor beringlar. Mabodo agar shu holatlarda, ya'ni boshqa masala bo'lgan bo'lsa, ya'ni qanday? Bu endi balki yetilmasligi, yorilmasligi, bu endi bolalardagi foiz kamligi yoki masalan ayolda bo'lsa bu holatlarda agar bo'lib turib natija olmayotgan bo'lsa, bemalol murojaat qilishlar mumkin. Bu bo'yicha natijamiz bor. 7 yillik, 14 yillik bo'yicha natijalar bor. Lekin boya holatlarda o'tirgan istoriyalar yaxshi bo'lmasa turib buyoqqa kelsalar, u narsa bizdan qo'limizdan kelmaydi. Avvalroq shifosini beradi. Shunaqa hisob bilan.